Bodomli kruasan boshqalarning orasida alohida ajralib turadi, lekin uni bitta siri bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Kruasanni xamir bilan saryoni qavatlashdan boshlaymiz. Xamir retseptini hech qachon sir tutmaganman. Bu video opisiyaniyasida ham batafsil yozib ketaman. Tayyor xamirni strechga o'rab qo'yamiz. Men sizlarga multipack strechini tavsiya qilaman. Qulay korobkasi va maxsus pichog'i bo'lgani uchun u bilan ishlash mazza. 1 soat muzlatgichda dam olgan xamirni yoyib, uchburchaklarga bo'lib, kruasanlarni o'rab chiqamiz. Kruasanlarni pergament yozilgan listga terib, oshirishga yuboramiz. Multipack pergamentlarning nisbati menga ma'qul bo'ldi. Ungacha bodomli krem tayyorlaymiz va birinchi bo'lib bodomni pechkada pishirib olamiz. Bilmadim nimaga, lekin deyarli hech kim bu ishni qilmaydi. Pechkada pishgan bodom butunlay o'zgaradi, unga chuqur hid va maza kiradi. Bodomli kruasanning siri ham aynan shunda. Keyin bodomni maydalab, qolgan ingrediyentlar bilan aralashtiramiz va krem tayyor. Oshib chiqqan kruasanlarning ustiga tuxum sepib, pechga 170 gradusga 18 daqiqaga yuboramiz. Shu joyi o'zida xona kruasanni sariyoli hidiga to'ladi, lekin yeb qo'yishga shoshilmang. Pishgan kruasanlarni ikkiga bo'lib, orasiga va ustiga bodomli krem siqamiz va ustiga bodom yaproqlarini bostirib, yana bir marta pechkada pishirib olamiz. Ungacha o'zimizning yaxshi ko'rgan kofemizni damlab olamiz. Bodomli kruasanlar tayyor. Ustiga saharni pudra sepib, dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Klassik kruasandan farqi yana ham qarsildoq va kuchli yong'oqli mazaga ega bo'ladi. Ishonch bilan ayta olaman, bu maza hech kimni befarq qoldirmaydi. Bir narsa deb ta'riflashga til ojiz. Eng yaxshisi o'zingiz yeb ko'ring. Retsept har doimgidek opisiyaniyada bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.